Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan birgalikda tabiiy xamirturushdan nonimizni pishirib olamiz. Uning uchun bir kun oldin boqilgan xamirturushimizni solib, ustidan iliqqina xona haroratidagi minerallangan suvimizni solib olamiz. Krandagi yoki qaynatib sovutilgan suvlarni solish mumkin emas. Ustidan 300 gram unimizni solib, qo'limizga yopishadigan xamir qilib olamiz. Xamirturushimni nomi Levit Madre. U sog'lom hazm bo'lishini ta'minlaydi. Tabiiy fermentatsiya tufayli non ichidagi klekovin, ya'ni gluten qisman parchalanadi. Bu esa nonni oson hazm bo'lishiga yordam beradi. Xamirimizni qilib bo'lganimizdan keyin 1 soatga iliq joyga olib qo'yamiz. 1 soat o'tgandan keyin tuz solamiz. Tuzni xamirga yaxshilab yedirib olamiz. Bu nonimiz ichak mikroflorasiga foydali. Unda tabiiy probiotik bakteriyalar mavjud bo'lib, ular ichakdagi foydali mikroorganizmlarni ko'paytiradi. Tuzimizni yaxshilab yedirib bo'lganimizdan keyin toza tog'orachamizni olamiz. Uni yaxshilab yog'lab olib, xamirimizni 45 minutga qoldiramiz. 45 minut o'tgandan keyin qo'limizni suvlab olamiz, ya'ni birinchi skladkani boshlaymiz. 4 ta tarafini o'rtasidan ko'tarib, ichiga burab olamiz. Shunaqa qilib, hamma 4 ta tarafini qilib chiqishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchi skladkamiz. Ustini yopamiz, yana 45 minutga qoldiramiz. Endi ikkinchi skladkamizni qilib olamiz. Xuddi qanaqa birinchisini qilgan bo'lsak, xuddi shuni qaytaramiz. Xamirimizga ahamiyat bersanglar, ustida pufakchalar paydo bo'lyapti. Bu esa to'g'ri tayyorlayotganimizni bildiradi. Har bitta skladkani o'tkazib yormanglar, chunki bittasini qilmasanglar, noninglar o'xshamasdan chiqishi mumkin. Yana ustini yopib 45 minutga qoldiramiz. Endi oxirgi 3-chi skladkamizni qilib olamiz. Stolimizga ozgincha un sepib, xamirimizni qo'yib, tog'orachani yopib 30 minutga qoldiramiz. 30 minutdan keyin ustiga ozgincha un sepib, endi xamirimizni forma berib olamiz xamirimizga. Bir qismini o'rtaga olib kelamiz, ikkinchi qismini ustiga qo'yib olamiz va tortib o'rab olamiz. Chetlarini xuddi videodagi qilib to'kib chiqamiz. Korzinamizga joylab, ustidan ozgincha un sepib boramiz va ustini strechda o'rab, xolodilnikka 7-8 soatga fermentatsiya jarayoniga yuboramiz. 7-8 soatdan keyin yarim soat oldin duxovkamizni 250 gradusda qizdirib olishimiz kerak bo'ladi, qozonimiz bilan. Ustini kesib olamiz. Qizib turgan qozonimizni ichiga nonimizni solib olamiz va 25 minut ustini yopib pishirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana 25 minutdan keyin ustilari ochilib, chiroyli ko'rinishga keldi. Yana 25 daqiqa usti ochiq holatda pishirib olamiz.
Mana nonlarimiz ham pishib chiqdi. Endi bu nonlarni mana shunaqa setkani ustiga qo'yib sovutib olishimiz kerak bo'ladi. Agarda setkaga qo'ymasanglar, nonni ichidagi namlik o'zida saqlanib, nonimiz nam holatda bo'lib qoladi. Yaxshilab shunaqa qilib sovutib olishimiz kerak bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, mazasi gap bo'lishi mumkin emas.